Buni kimdir tushunami yo'qmi? Buni qarang. 200 kilovatgacha 68, 24 kilovat ishlaganda 30.707 so'm yozyapti. 200 kilovatdan oshgan deb 45 50 kilovatga 27.301 so'm yozyapti. Endi pastga hisoblangan kilovat deb 113.74 kilovat yozyapti. Tavba qilaman, bu qayerdan olib keldi mana bu 45-50 kilovat? Mana ikkinchi uchuvchimizda ham shu holat. 200 kilovatdan 30-13 kilovat ziyod deb mana sariqqa chiqaryapti. Pastdan opshi 175-87 kilovat ishlagan bir oyda. 200 kilovatgacha 450 so'm yozyapti. 200 kilovatdan keyin 600 so'm yozyapti. Endi bunisini ko'ramiz endi. Endi uchinchisiga voshim ham tushunmadim. 201 kilovatdan ziyoddan 800 so'm yozyapti. Yana 900 so'mdan ham yozib qo'yibdi.